Assalomu alaykum aziz bugun sizlar bilan ko'pchilikka qiziq bo'lgan Zikrning yangi super kari Zikr 9X bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olinglar, kerak bo'lsa yonlaringga chaqchuqlarni olib olinglar. Ushbu mashinani birgalashib mazza qilib tomosha qilamiz. Men o'zim hozir bitta ko'rib chiqib, umuman og'zim ochiq, lol bo'lib qolganman. Sizlar bilan ham birga ushbu mashinani birgalashib ko'rib chiqamiz. Ketdi yuringlar. Qarshimizda turgan ushbu mashina Zikr 9X bo'ladi. Ko'rinishidan bahaybat, o'zini jahldor yuzi bilan odamni o'ziga shunaqangi zo'r tortib turibdi. Bu mashinani o'zi asli Zikr mashinasi avvalambor faqatgina elektr mashinalar ishlab chiqarardi. Nima bo'ldi bilmaymiz. Geely avtokompaniyasining subbrendi bo'lmish Lincoln Co. gibrid mashina chiqarardi va xuddi o'sha ko'rinishga ega bo'lgan faqatgina Link emas, DK degan. Ya'ni belgisi ham xuddi o'shanaqa bo'lgan Geely'ning subbrendi. O'zi asli Lincolnniki bo'lgan, keyin ajratilgan alohida qilib faqat elektr chiqarardi. Nima bo'ldi endi? Zikr subbrendimiz ham birinchi gibridini ishlab chiqardi. Va ushbu mashinamiz parallelniy gibrid hisoblanadi. Lisanglarga o'xshagan ketma-ketlik gibrid emas, haqiqiy xuddi BYD sonlarga o'xshagan DMI uslubidagi super gibrid hisoblanadi. Ushbu mashinamiz rosa bahaybat mashina bo'lib, ushbu mashinamiz uzunligi 5239 mm va eni 2019 mm va balandligi esa 1819 mm. Ushbu mashinamiz gibrid bo'lishiga qaramasdan elektromobil vazifasini ham bajara oladi. Bu mashinamiz o'zi asli 3 ta pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasini otini Max deyiladi, ikkinchisi Ultra, uchinchisi Hyper va o'zi asli to'rtinchisi ham bor. Faqat to'rtinchisi Hyperda polni qora qilingan, ya'ni Black Piano desak ham bo'laveradi. To'rtinchi pozitsiyasi, lekin o'sha Hyperga o'xshagan bo'ladi. Bu 1, 2, 3 pozitsiyalar o'rtasida asosan batareyka va motorda farq qiladi. Qolgan narsalar o'zi top-opsa hisoblanib qo'shsa bo'ladi. Hop, Max pozitsiyada, Max komplektatsiyada ikkita motor bo'ladi, oldi va orqa tortadigan. Ultrada ham xuddi oldi va orqa tortadigan ikkita motor bo'ladi. Ushbu Max va Ultra pozitsiyalariga oldiga 290 kWh motor qo'yilgan va orqasiga 370 kWlik. Ya'ni jami 660 868 ot kuchiga ega bo'lgan tortish kuchiga ega va Maxda 55 kWhlik batareyka qo'yilgan bo'lib, to'liq zaryad bilan 300 km masofa bosib o'ta oladi. Ammo Ultra esa 288 km masofa bosib o'ta oladi. Ya'ni Ultrani harjashi ko'proq Maxga qaraganda. Undan tashqari Ultrada ikkita variant bor. 55 kWlik soatligini ham tanlasa bo'ladi. Va 70 kWh-ligini ham tanlasa bo'ladi. Agar 70 kWh-ligini tanlanadigan bo'lsa, faqat batareykani o'zida, zaryad o'zida 350 km masofa bosib o'ta oladi. Endi Hyperga keladigan bo'lsak, Hyperda endi orqasiga ikkita 370 kWlik motor qo'yilgan. Har bitta balonga, ya'ni uniki 1030 kWlik kuchga ega. Ot kuchini o'zlari hisoblab olsang bo'ladi. Bu mashinamizni kapot ostida 2 litr turbo motor joylashgan bo'lib, DVS joylashgan bo'lib, ushbu mashinani birgalashtirib, ya'ni to'liq bak bilan, to'liq zaryad bilan yuriladigan bo'lsa, Max pozitsiyamiz 1200 km masofa bosib o'ta olar ekan. Ultramiz esa 1160 km masofa bosib o'tar ekan. Uni xarajati kattaroq ekan. Hyperda 1165 km ekan. Ultrani ikkinchi, hali 70 kWligida 1250 km masofa bosib o'ta olar ekan. Ushbu mashinamizni bahaybatligini hisobiga batareykasi 55 kW bo'ladimi? 70 kWh bo'ladimi?
katta masofa bosib o'ta olmaydi. Jami masofa bosib 300 kilometr 208 va 70 kWh bilan 350 kilometr masofa bosib o'ta oladi. Buning sababi 100 kilometrga xarajat qiladigan kilovatt-soat xarajati bu 22.9 dan boshlanadi. Ya'ni oddiy mashinalarda 13, 14, 17 gacha bo'lsa, bunda 22.9 dan boshlanib, ultrada 23.6, ultrani 70 kilovatligida 23.9, Hyperda esa 25.3 kilovatt-soatdan xarajat qilarkan 100 km/soat uchun. Akalar, mashinani qisqacha texnik parametrlarini tanishib oldik. Endi mashinani o'zi bilan gaplashaylik. Eng qiziq joyi ham shunda, ushbu mashinamiz вообще superkar, odamni lol qoldiradigan darajada superkar qilib ishlab chiqarib yuborilgan. Qarshimizda turgan ushbu mashinamizni ko'rib turibsizlar, oldin astoydil qilib ishlanganmi? Bu MPV mashina emas, bu konkret SUV, nima deydi? Xuddi Nissanlarga o'xshagan katta SUV shahar mashinasi hisoblanadi. Oldiga mana bunaqangi reshotkalar ham qo'yilgan. Ushbu reshotkani hatto tanlasa bo'ladi, polni qora qildirsa bo'ladi. Boshqa любой rang tanlasa bo'lsa, fioletoviy rangi bor, oqi bor, buni yana kumush rangi bor va mokra asfalt va qora ranglari bor ushbu mashinamizni va o'sha rangiga moslashtirib olsa bo'ladi. Bu birinchisi. Keyingisi diskalarini tanlasa bo'ladi. Maxda 20 diska bo'ladi. 21 diskaga tanlasa bo'ladi. Ultramizda esa 21 diska bo'ladi. 22 Maybach diskaga almashtirsa bo'ladi. Vashshi zo'r qilingan, hatto superlari hozir bitta qo'shilmagan ekan. Pul qo'shilsa superlari ham o'zgaradi, rangli bo'lib. Xo'p, mashinamizni endi sekin o'zini ham ko'rib chiqsak, mana kaltini ham qaranglar, ochilib yopilishini. Mana bunday qilib ochsak, mashina ochiladi. Mana bu ko'rib turganingiz elektron parolga hozircha sovg'a qilib berilyapti. Xo'p, mashina faqat Xitoy uchun ishlab chiqarilgan. Hali eksport uchun ofitsialniy eksport qilishni boshlanmagan, lekin bilasizlar, hozir ikkinchi qo'l qilib eksport qilish davom etyapti. Narxlari o'ta qimmat. Kameralarni ko'ringlar, hamma yo'q, kamera 12 tadan 13 tadan kamerasi bor. Lazerli lidarlari bor. Xo'p, eshigini avtomatik ochilishi, Maxda avtomatik ochilish bo'lmaydi. Ultrada bu sovg'a qilib qo'shib berilyapti. Bitta bossak, mana qilib ochiladi. Hatto orqa eshiklari ham xuddi shunaqangi. Oho, mana endi mashina ichiga kiradigan bo'lsak, borib, jinni bo'lib qolamiz. Kelinglar, oldidan boshlayman. Mana shu eshigidan boshlayveramiz jinni bo'lishdi. Birinchi o'rinda bir qancha naim kolonkalar qo'yilgan. Bu naim kolonkalar ham o'zi pulga qo'shiladigan, ammo lekin hozircha sovg'a qilib berilyapti. Sideniyani boshqarish polni mana bu yerda joylashtirilgan. Sideniya boshqaruv qismi mana bu yerda emas. Bundan tashqari 3 ta xotirasi bor. Abagrev, abduv, massajda ham bir nechta turlari bor, rejimlari bor. Massajda ham bir xil massaj emas. Вообще nimalar qilib olishgan, hayron qolasizlar. Bokovoylarning regulirovkasi mana bu yerda joylashgan, oynalar ochib yopish bu yerda joylashgan. Eshikni qulf holatda joylash mana bu yerda. Eshikni ochish va bekitish mana bu knopka orqali yana bekitib qo'yish mumkin. Va ochayotgan paytda mana ichida knopkachasi bor, shu knopkani bunday bossa yana ochiladi. Xo'p, eshigini o'zidan chiqib ketish shu darajada qiyin. Mana bularni polni koja bilan qoplangan. Вообще sifatli, вообще jinni qilib olganda sifatli bo'lib. Superkar, короче. Oldi 2 qavatli oyna. Ular ko'rinyapti sizlarga, 2 qavatli oyna yopamiz. Xo'p. Mana bu yetiga mana qilib alkantar bilan qoplangan, ichlari yumshoq chiroqlar qo'yib qo'yilgan. Вообще umuman narsani bori eng mukammal ishlatilgan. Rullar elektronik kontrol qilinadi. Multi rul, hamma narsa ruldan boshqarish mumkin. Xo'p, qarshimizda nimamiz bor? Kichkina instrumental displeyimiz bor. Bundan tashqari, xo'p, head-up displeyimiz bor. Xo'p, mana bu ekranimiz qarshimizda ikkitalik bo'lib turibdi, Nissanlarga o'xshab. Bu ham tanlov o'zi asli. Bittalik ekranni ham tanlasa bo'ladi, ikkitalik ekran qilib tanlasa ham bo'ladi. Bitta tanlangan ekan. Bu yerda ikkidan besprovodni zaryadnik, nimani oynani isitishda ochadigani mexanik knopkalar ham qo'yib qo'yilibdi. Bu qizitadigan oynani, bu endi bilasizlar, avarinki bagajda ochishga alohida mexanik knopka qo'yib qo'yilibdi. Mana ochib yubordi. Oppa. Hop. Yana bitta bossa yopadi. Undan tashqari mana bu bardachokda ochgani knopka qilinmagan, hech qatki ilgari zikrlar 001 da bilsalar ichidan ochib yopilardi. O'sha narsani meniki mexanik knopka qo'yib qo'yishibdi. Mana endi bardachokda ochib yopgani ham ichlari ham ona qilib materiallar bilan qoplangan. Qisqasi mashina bor-u, mukammaldi, вообще mukammali. Mana bu yerda bir necha rejimda yurish knopkalari ham mavjud ekan.
avtomatik bu pastga tushish. Mana bu bilan mana o'sha muzikani boshqarsa bo'ladi. Вообще qoyil qolish kerak. Mana buni ochsang yana qancha chuqur joy idish paydo bo'lyapti. Yana bunday qilsak yopiladi. Undan tashqari qoptimetdi. Kichkinagina barchamiz ham bor ekan, chunki tagida xolodilnigi bor. Type-C'lik portlari bilan sideniyasiga qo'limni ushlasam, shunaqangi bir yoqimli, nima deydi, qo'lga, odamga yoqimli kojadan, ya'ni napa qilib ishlangan. Voy, gap topolmay qolyapman, bu gaplarim ham yo'qotib qo'yapman. Shunaqangi zo'r ishlangan, o'tirib hamma narsaga lol qoladigan qilib ishlanganda, hamma narsaga alohida detallarga e'tibor berilgan. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqangi yangicha qilib ishlangan. Bu oddiy qilib qo'ymaganda shuni ham zo'rini qo'ygan. Tepalar polni alkantar bilan yopilgan. Chiroqlarni qaranglar qilinganini. Qo'l tegsa yonyapti, qaranglar, qo'l tegsa yonyapti. Hozir men tepa tomiga kelaman, shu qoyil qolasizlar. Panorama lukli tomi ham bor. Shtorkasini bitta ochsa, ko'rishinglar mumkin. Mana panorama luk. Bilasizlar, lisanglarda o'rtada ekrani borligi uchun polni panorama qilingan, luk qilinmagan. Mana bu tomonini alohida qilib, orqasini alohida qilib qo'yilgan. Bunda o'shanga ham yechim qilib, mana panorama luk holat qilib berilgan va bular yechganda shuni hamchi, lekin savol tug'iladi. O'rtasiga displey qo'yilmadimi, televizor qo'yilmadimi, orqadagilar ko'rish uchun. U ham qilingan. Faqatgina yangi texnologiya bo'yicha. Buni ham hozir birgalashib ko'ramiz. Eshigini qayerdan qilib bosamiz. Yopiladi eshik. Endi buni bilasizlar, o'sha bu yangilik emas. Yana ochamiz. Bunday qo'yib tashlagan. Mana bunaqangi cho'ntaklari ham bor ekan, alohida qoyil qolinglar, mana knopka bilan. Nima qilib yopib qo'ysa bo'lar ekan. To'xtatamiz. Knopkani bossa, qaranglar. Telefonlarni ham qo'yib qo'ysalar ham bo'lar ekan. Qoyili. Ketdik, endi sekin orqasiga o'tamiz. Akalar, bitta Rolls-Royce'ga o'xshab, mana shu yerga bitta nima qo'yib qo'ymabdi, deyapti, zonchi qo'yib qo'ymabdi. Ana shunisiga e'tibor qilishmabdi, ya'ni qilmagan ishlari qolmabdi-da. Shu bitta Rolls-Royce'ga o'xshab zonchi qo'yib qo'yishmabdi-da, zo'r bo'lardi вообще. Orqalariga keldik endi. Orqalarda yana alohida gaplashadigan gaplar. To'g'ri, mana mexanический ochadigan joyi ham bor. Eshik oldingi bilan deyarli o'xshash. Mexanический tortganim aytdi. Nimasi ham bor. O'shanaqangi kolonkalar. Hamma yoqqa naim qo'yilgan. Ochib yopish, mana bu yerda shunaqa kichkina cho'ntakchasi bor bunda ham. Va evayda hamma yoq koja qoplangan. Qaranglar. Nimalarimiz bor. Nimani panorama lukni, shtorkani ochadiganimiz ham bor ekan, qaranglar. Mana hozir ochiq turadi-yu panorama. Mana yopyapman o'sha panoramani. Mana ko'ringlar, panorama shtorkasini yopyapman. Eng qizig'i shundaki, lyusenlarda bilsanglar, oldidagilarga alohida kichkinagina panoramacha qilib, orqaga alohida katta panorama qilingan edi-ku. Bularda esa birinchi, ikkinchi qator uchun asosiy panorama lukni qoldirilganda, uchinchi qator uchun mana ko'ringlar, alohida kichkinagina panoramacha qoldirilgan va haligi biz aytgan televizorimizga alohida mana bunaqangi ishlov berib, siz texnika qilib, technology deydi-yu, o'shanaqangi bo'pti. Mana bu yerda mana shu texnologiyani ochamiz. Uni bitta mana knopkani bossak, mana uni ochib berishini ko'ringlar. Qaranglar, orqaga surib qo'ygan ekan. Mana bemalol endi yopib olib, buni ham ko'rsa bo'ladi. O'rtaga surib beryapti. Vayda, qoyil qolish kerak. Buni ochib beryapti. Mana bu yerda knopkalar polni shuni boshqarar ekan. Mana uni bitta ochsalaring, ochib beryapti. Vay. Mana buni esa, mana buni bossa, yopishni bossa, yopib beradi mana. Xo'p, yana orqaga surib qo'yish kerak bo'lib qolsa, mana bundan yana boshqarsa bo'ladi. Ko'ringlar mana. Bitta bossak hozir. Mana ketdi. Orqaga qarab ketdi. To'xtatamiz-da. To'xtamadi. Endi bu tomonga bossak, orqaga qaytadi. Bu yopar ekan polni, bunisi ochar ekan. Qilib ochar ekan, ko'ringlar. Xo'p, undan tashqari eshikni ochib yopishga mana ikki yana alohida knopka qo'yilgan. Bitta bossa mana shu eshikni yopib qo'yapti.
prisoskalari ham mavjud ushbu mashinamizni. Hop, mana bu esa mana bu deflektorni yopib qo'yadigan knopkamiz ekan. Bitta bossa ochiladi, bitta bossa yopiladi. Avtomobili bor akalarimizga bitta zo'r taklifimiz bor. Elektromobil olgan paytlarida bilasizlar, mana bunaqangi 7 kilovatlik zaryadnikni podarka qilib berishadi. Bu 7 kilovatlik zaryadnik mashinaga o'rnatganlaringda, uyga o'rnatganlaringda xarajat qilasizlar, alohida shotchi tushirasizlar, bersa 6 kilovatdan zaryad beradi o'rtacha. Mana bu tepasida turgan nima? 3,5 kilovatlik zaryadnik. Bu ushbu 3,5 kilovatlik zaryadligimiz o'rnatishga ehtiyoji yo'q. Ya'ni oddiy uydagi tokka tiqib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Bu ham sekin zaryad qiladi. Buni farqi 3.1 gacha zaryad beradi. Ya'ni bu zaryadligimiz bu zaryadlikdan 2 barobar sekin zaryad qiladi. Ammo lekin sizlarning mashinalaringiz masalan yuvan ab bo'lishi mumkin yoki kichikroq yoki faqat shaharga minishlik ham mumkin. Masalan deylik, mana bu 45 kilovatlik mashinamiz 300 kilometr yursa ham sizlar bir kunda 100 kilometr masofa bosib, 200 kilometr masofa bosib o'tsalaring, zaryadni bir 70-65% ni ishlatasizlar. Ya'ni 30% qoladimi? Bu degani 15 kilovat batareya qoldi degani. Qolgan 30 kilovatni to'ldirish uchun 3 kilovatdan zaryad bergan taqdirda ham 10 soatda to'ladi. Ya'ni shaharda minuvchi akalarimiz uchun, har kuni ko'p minmaydigan akalarimiz uchun mana bu qimmatga usta olib kelib o'rnatib o'tirmaysizlarda, mana buni olib kelasizlar uyga, hech qanaqa xarajat qilmasdan tokka tiqib zaryad qilishinglar mumkin. Ya'ni 3 kilovatdan bersa 10 soat zaryad qilsa, keyingi kun yana 200 kilometr yurish imkoniyatinglar bo'ladi. Agar shunaqangi zaryadchilar sizlarga ham qiziq bo'lsa, bemalol pastki raqamdagi telefon qiling, buyurtma qoldirishingiz mumkin. Butun O'zbekistonga jo'natib berish xizmatimiz ham bor. Endi sideniyalarga kelamiz. Sideniyalarning funksiyasini ko'ringlar. Orqadagi ikkita kapitanskiy sideniyamizda bunaqangi zo'r sideniya ishlab chiqarilmagan desa ham bo'laveradi. Bundan zo'r kapitanskiy bo'lmasa kerak. Qaranglar, hatto kapitanskiy sideniyalar xotiralarigacha mavjud ekan. Nol gravitatsiyasi bor ekan, ochib yopish, nima deydi, massaj, abduf, abagrev. Bu massaj hisoblanadi. Massajda yana tezligi bor ekan. Bir nechta massaj rejimlari bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Buni bitta bossa massaj rejimi yonadi. Buni bu rejimlarni almashtirsa bo'ladi. Bunda bo'lsa tezligini kuchaytirib va oxiri o'chirib qo'ysa bo'ladi. Aytmoqchi yana bitta narsa bor. Ushbu mashinamizning top opsiyalaridan bittasi bu mana bu sideniyalarda polni orqaga aylanib olishi funksiyasi. Buni ham alohida pulga qo'shtiriladi. Vahshiy qo'yil. Endi orqasiga kelamiz. Xolodilnigimiz bekitib qo'yadigan joyimiz, yoqadigan joyimiz konditsionerlarni polni orqadan boshqarsa bo'ladi. Sovutish konditsioner xolodilnikda gradusini yana bitta narsa isyapti, hozir qishki sovutyapti. Bu sovutadi, o'chiradi. Esa ochadi. Agar o'chirib qo'ysalaring, isitmagan, sovutmagan yashish sifatida foydalanib bo'ladi. Bundan tashqari oyoq qo'yadigan joylargacha qilingan, mana shu vaqqalarda ishlaydi. Mana bu yerda esa mana bunaqangi kompyuter qo'yadigan joyimiz ham mavjud. Vahshiy mashina bor, vahshiy. Bu tomonda ham bormikan? Bu tomonda menimcha yo'q. Bu tomonda yo'q. Bu tomonida yo'q mana. Faqatgina cho'ntagimiz bor xolos. O'ng tomonda o'tirar ekan bratanimiz. Orqasidagi o'rindiqlarga ham alohida e'tibor berilgan. Mana bu ushlagichlarni ham ko'rib beringlar, kelar qaranglar. Ishlaganini ashshi qoyil ishlanganda zo'r. Orqalarida nimalar bor ekan? Orqalariga alohida mana ishlov berilgan, ko'ringlar. Orqa sideniyalarda ham kontrol mavjud. Yopib nima qilish, polni bekitish. Mana bu abagrev ham bor ekan. Mana bitta keyin chaqirib gaplashsa ham bo'laveradi, buyruq berib o'tirsa bo'laverar ekan shu. Mana yotib olinadi-yu. Mana bu gravitatsiya bo'lib yotib olinadi-yu, o'sha buyruq berib chaqirilib, bemalol mashinaga buyruq berib o'sha nima ashula qo'yib o'qildi o'tirsa bo'laveradi. Voyda, nimalar gapirishni ham bilmayapman to'g'risi. Yana bitta bossa mana oldiga yuryapti. Qoyili bu. Yana bitta narsani aytmabman sizlarga. Mana bu yerda turib, chap tomonda o'tirib, o'ng tomonni ham va chap tomon oynani ham boshqarsa bo'ladi. Undan tashqari bitta nafaqat oyna, pardasi ham bor. Hozir bunday qilsang, mana oyna ochilyapti. Oynaga 2 qavatli ekan orqa tarafi.
bitta bossak ko'taradi. O'zini bitta bosdim, ko'tardi. Yana bir marta bitta bossam, endi pardasi chiqyapti. Qolinglar akalar. Endi ikkinchi tomonnikini ko'ringlar. Ikkinchi tomon ham bor. Bu ikkinchi tomonni boshqarish uchun bitta qo'l ochib turibdi. Mana eshik oynagini ochdim. Mana shu yerda turib ochyapman. Endi yopaman, oynaga yopilyapti. Endi orqasidan yana bir marta bossam, pardasini ko'taradi. Men chap tomonda o'tirib, o'ng tomonda o'tirib, chap tomonda bemalol o'tirib boshqarib o'tirsam bo'lar ekan. Ya'ni orqadagilarda ham juda ham katta boshqaruv huquqi berilgan. Eshikni yopishimiz mana bu yerdan yopsa bo'ladi. Ana yopdik. Hop, bu tomonda qulib turishidan bilinib turibdi. Ana ochilishini ham ko'ringlar. Sekin zaryad qiladigan, tez zaryad qiladigan portlarimiz. Mana buni bitta bosib turib, yana yopib qo'ysak bo'ladi. Vayda, mashinani короче Maybach qilib ishlab yuborilgan. Maybach qisqasi choyini ichib o'tiradi endi. Nimalar qilishdi bular? Maybach choyini ichirib yuboryapti bu mashina. Ana 220 voltlik portimiz ham bor ekan, orqa bagajimizda. Joyda qarang, orqasi ham kichkina emas. Ikkita katta bitta katta nima qo'ysa bo'ladigan joy bor. Chamadon qo'ysa bo'ladigan joy bor. Aytdim deb o'tsam joy yo'q ekan, ammo lekin mana bu Land Roverlarga o'xshab alohida ochiladi. Mana buni bossizlarda, ana ketdi, ochildi alohida. Mana katta joy bo'ladi bemalol. Va buni bitta bosib yana olib yo'q qo'ysak bo'lar ekan. Mana bu yerda ham menimcha bor. Buni men bitta bossak nimani ko'tardi. Nima deydi? Endi bossam mana pasaytiryapti. O'tda lisenlarga o'xshagan orqadan bagajdan ham pasaytirib yopsa bo'lar ekan. LR. Buni bitta bossa kirib ketadi. Ko'taradi, deb bossa mana kirib ketadi menimcha hozir. Mana bu oxirgi qatorlarda yopyapti. Ko'ryapsizlarmi? O'zi bagaj 470 litr ekan, yana kattasi 1200 qanchadir litr bo'lar ekan. Bundan tashqari ikkinchi qatorlarda ham boshqarsa bo'lar ekan sidenyalarni. Voy, qoyil qolish kerak bor. Mana bu yerda уже bundan keyingilari mashinani yetib borishdi. Qani orqada o'tirganlar hatto bemalol sidenyani knopkalarini bosib qo'yib turgan. U oldi sidenyani uzoqqa qochtirib turib, tushib olishga qulay qilsa bo'lar ekan. Hop, mana bitta bosamiz, yopiladi. Ana. Kitayskiy Maybach короче. Bu tomonimiz endi benzin quyadigan joyimiz bo'lishi kerak yoki to'g'ri benzin quyadigan joyimiz, chunki o'shancha ochilmayapti, ichkaridan ochiladi. Maximiz bilan Ultramiz yana bitta farqlardan bittasi bu faralarda ekan. Max'ning faralari matritsali fara bo'lar ekan, Ultraniki pikselli bo'lar ekan. Men to'g'risi tushunmadim. Eshikni hozir mana shu hozir turibdi-yu, e'tibor beringlar, ichlarni chiroyli yonib turishini ko'ryapsizlar. Mana bu doim yonib turuvchi asosiy faradan ikkitadan bor ekan, pastda ham bor ekan, tepada ham. Hozir men yerda ham doim yonib turish chiroq ekan. Hozir mashinani men bekitganimizda mana bu yerda har xil rasm ko'rsatib turadi. Hozir bu farani yorib turgan yorug'ligi ko'ryapsizlarmi? Har xil rasm chizib beradi hozir. Har xil qiliqlar chiqarib beryapti. Oldimizda ana boshlandi. Nimalar qilib beryapti? Voyda, bu nima ekan endi bu? O'ngga tushiryapti faqatgina chiroqlarni. O'yin qilyapti, ichida-ichkarida nimadir bo'lyapti. Bu doimiy yoniq turibdi. Tepasi uni o'ynayapti. Voy. O tepalargacha yorug' ko'rsatyapti. Mana endi yopildi. Mana shunaqa qilib yopilar ekan. Endi Aito M9larda, M8lar darajasiga yetolmabdi bu sohada-yu, lekin qoyil. Bu mashinamizni tagini ham bitta ko'rib qo'yamiz. Yopiqligida hozir ko'tarib pastda turibdi. Bu ko'tarilish hisobga olinadigan bo'lsa, tagi вообще mana bu nima bilan olganda 20 santimetrda chiqadi. Prosta mana hozir qo'lim mana bunday bo'lib turibdi-da. Shunga qiynalyapman. Ammo lekin o'zi anchagina
23-25 santimetrgacha baland bo'lar ekan. Sizlar endi ushbu moshinalarimizni komplektatsiyalariga qarab turib, narxlarini ko'rib chiqamiz. Mana qarshimizda turgan ushbu telefondan bemalol taxminan narxlarini ko'rib olsak bo'ladi. Zikrga bitta kiramiz, polni chiqib ketib, mana shu yerdan o'zi zakaz qilsa ham bo'ladi, ammo nechpulga tushishini keyin oxirida bilamiz. 9x'imiz, 9x belgilanib turibdi. Belgilanib turgan joyda bitta bossak, mana ko'rishinglar mumkin. 9x'imizni bir nechta komplektatsiyasi bor. Max, Ultra, Hyper va qora komplektatsiya deyilyapti. 465.900 dan boshlanyapti. 465.900imizni 7 ga bo'ladigan bo'lsak, 7 ga bo'ladigan bo'lsak, taxminan 64.700 ming dollar chiqadi taxminan. Bu Xitoydagi narxi. Max'ini 55 kilovatlik bo'lar ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Keyin uni orqasidan ikkita motorli bo'lishi haqida gap ketyapti. 2 turbo motor bo'ladi va shu ma'lumotlar ko'rsatilgan. Uni belgilanadi. Keyin ranglarini tanlasa bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin Max'da ham qora, oq, kumush, mokri va mana fioletoviy ranglari bor ekan. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, misol uchun rang tanlagandan keyin mana bu oldida reshotkasi oq bo'lishini yoki o'zini rangi bilan bir xil bo'lishini tanlash mumkin. Qora tanlasalaring ham mana ko'rishinglar mumkin. Mana buni tanlasa ham bo'lar ekan. Mana oq tanlasa ham bo'lar ekan. Qorasini tanlasa, polni mana qora edi. Mana shu holatga keltirish mumkin. Undan tashqari mana diskalar bor o'zinikini 22 diska tanlasa bo'ladi. Maybach diska tanlash imkoniyati yo'q bunda. Mayli, Max'dan keyin o'tamiz. Ranglari mana bunaqangi aralash rang bo'ladi. Oqqa ko'k, ikkinchisi polni ko'k bo'ladi va uchinchisi oranjevый tsvet bo'ladi. Keyin ikkitali o'rtada displey yoki bittali o'rtada displeyda tanlasa bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Undan tashqari mana ko'rib turibsizlar, Max'ga o'rta ikkinchi qatorda aylanadigan qo'shimchasini qo'shtirsa bo'ladi. Orqasiga parkov ilsa bo'ladigan mana bu narsani qo'shtirsa bo'ladi. Naim kolonkalar shunday ham qo'shib berilyapti. O'zi 60 million ekan. Ya'ni 9 ming dollarlik narsani padarga qilib beryapti ekan. Mana bu esa 15 ming dollar, 15 million, ya'ni 2 ming dollarlik narsani o'rtadagi ekranni padarga qilib beryapti ekan. Eshiklar ochilishi avtomatik 10 ming yuan, 1,5 ming dollarlik narsani padarga qilib beryapti ekan. Qolganlari zaryadni alohida sotib olinar ekan. Xo'p, mana bu Zikr AD H7 bilan Zikr AD'lar polni bepulga berilyapti ekan. Endi buni biz ultrasini ko'raylik. Qani ultrasida qanaqangi opsiyalar qo'shishimiz mumkin? Xo'p, ultraga keladigan bo'lsak, ultrani tanlaymiz. Ultrani tanlaganida 55 kilovatlik yoki 70 kilovatlik tanlasa bo'ladi. Narx mana 500.900 ga ko'tarildi. Ya'ni ultrani 55 kilovatligini eng arzoni 485.900. Buni 7 ga bo'ladigan bo'lsa, taxminan 70 mingga yaqin, ya'ni 69 mingcha dollar bo'ladi. Bunda ham ikkitali motor, 2 turbo motor, 2 elektromotor bo'ladi. Keyingisi yuradigan bo'lsak, ushbu mashinadan xuddi shunaqa qora, oq, kumush, mokri va fioletoviy ranglarni tanlasa bo'ladi. Biz qorani tanlaymiz. Keyingisiga o'tamiz. Mana buni bosadigan bo'lsak, polni qorayadi. Yana bitta mana bunaqa narsa bor ekan. Uni ham tanlash mumkin. Bu polni black qilib qo'yadi. Haligi hamma yoq qora bo'lib qoladi qisqasi. Lekin unda diska tanlash imkoniyati bo'lmaydi. Mana ko'ringlar. Faqatgina mana shu diskani tanlashga majbur bo'lasizlar. Maybach diska tanlashning imkoniyati yo'q. Maybach diska tanlashning imkoniyati bo'lish uchun uni bas faqat prosta hamma yoqni qoraytirish mumkin yoki menimcha mana bu chiroyli shu oqligicha qolsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Va mana bu yerda mana Maybach diska tanlasa bo'ladi. Maybach diskani tanlasalar mana bunaqangi chiroyli bitta yo'q, lekin mana shu Maybach diska bo'ladi. Juda ham chiroyli 22. Bunda ham xuddi shunaqa salon ranglari, oqqa ko'k va oranjevый salonlar. Internet yaxshi emas, ko'rsatmayapti. Mana ko'ki, mana oranjeviysi. Keyingisida bunda ham bittali, ikkitali tanlasa bo'ladi. O'rtadagi displeyda bittaligini yoki ikkitaligini va ana endi mana bu taqir-duqirlarda yurganda ichiga temir qo'yib berar ekan. Aynan o'sha narsasini qo'shtirsa bo'lar ekan 22 ming yuanga. Endi undan tashqari 6 ming yuanga, ya'ni 800-900 dollarga ultrada mana bu o'rtadagi sidenalarini orqaga aylanishini qo'shtirsa bo'lar ekan. 1000 dollarga parkov qo'shtirsa bo'lar ekan.
$60,000, 60,000 yuanlik, ya'ni $9,000 yaqin Naim kolonkalar sovg'a, o'rtadagi displey $2,000 sovg'a, $1,500 eshik ochilib yopilishi sovg'a va zararlilar alohida pulga sotib olinar ekan. Va Zikr AD H7 bilan Zikr AD'lar bepulga berilyapti ekan. Yuringlar endi Hyper'ni ko'ramiz. Endi Hyper tanladik. Hyper'da nimalar bor? Hozircha Hyper tanlashda zakaz olinmayapti. Zakazga Hyper bermayapti. Keyinchalik berishi mumkin deb o'ylayman. Mana Hyper'da faqatgina 70 kWh batareya tanlash mumkin va ularda 3 ta elektromotori mavjud. Orqasida 2 ta, oldida bitta va 2 turbo DVS bilan mashina gibrid holatda yuradi. Xo'p, bunda ham xuddi o'sha narsalar, hech narsa o'zgarmagan. Rang tanlanadi, qora rang tanlanadi, oq tanlanadi. Bunda Maybach diska bilan mana bu ikkinchi diskani qo'shtirsa bo'lar ekan. O'sha chiroyli diskalardan bittasi, işte Super'da qizil ekan, o'shanga alohida bular bepul ekan. Maybachga lekin 40,000 yuan qo'shilar ekan. O'sha o'zida shu 40,000 yuanlik. Bu ham salon ranglari o'sha. Bunda ham displeyni bittali ikkita tanlash mumkin. Bunda faqatgina ultrada mana bu narsa sovg'a qilib berilar ekan va o'rtadagi sidinyalarning aylanishi sovg'a qilib berilar ekan. Faqatgina parkovka pul qo'shilar ekan. $1,000 qolgan hamma narsa sovg'a ekan. Hyper'da, lekin Hyper'da hozircha zakaz qilishda imkoni bo'lmayapti. Ya'ni hozir ko'rganimizdan narxlarni 60 o'zi Xitoydagi narxlar 64,000, 65,000 dan boshlanib, keyingisi sekin 67,000, 69,000 ga chiqyapti, undan keyingisi 70,000 dan oshyapti. Asli Xitoy narxlari shunaqa. Lekin eksport qilish uchun ikkinchi qo'l qilib eksport qilinadi va 330,000 yuandan ortiq bo'lgan mashinalarga 330,000 yuandan qimmatiga soliq to'lanadi. Yana bir $2,000 soliq chiqadi bu mashinani. Bundan tashqari yana bir nechta narsalar bor. Qisqasi, hozircha ushbu turgan joyimiz bu Zikrni Xargosdagi eksport sentri hisoblanadi. Shu yerdan agar zakaz qilinadigan bo'lsa, menimcha hammadan arzon va haqiqiy eksport uchun chiqarilgan mashina olish mumkin. Ya'ni inglizchasi bo'lmagan taqdirda ham inglizcha yoki ruscha o'rnatib berishar ekan. Hozir turgan joyim shunaqa joyda, lekin 9X ga umuman zakaz olishmayapti ekan. Yanvardan zakaz olishni boshlaymiz deyishyapti. Yanvarda ko'ramiz narxi nech pul bo'lishini. U paytda baribir bozor iqtisodiyotiga qarab turib narx qo'yiladi. Chunki hozirgi kunda ikkinchi qo'l bo'lib eksport qilish to'xtayotganligi uchun yanvar oyidan yangicha uslubda eksport qilishni yo'lini qilishyapti hozir xitoyliklar. U paytda jinday ikkinchi qo'lga qaraganda sal qimmatroq bo'lar ekan. Menimcha bular ham o'shanga qarab turib narx qo'yib zakaz olishni boshlashadi. Xo'p, ushbu mashina haqida qisqacha tushuntirishga harakat qildim, akalar. Qo'limdan kelgancha bilgan fikrlarimni, bilganlarimni sizlarga aytib berdim. Ayrim narsalar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Aytmaganlarim, ularni albatta kommentariyada qoldiringlar. Bilsak javob beramiz, bilmasak bilganlar javob beradi va ayrim kamchiliklarimizga uzr so'ragan holatda ushbu videoga bitta like bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolaman. Sababi qancha ko'p like, qancha komment bo'lsa, bu video ko'proqqa ko'pchilikka yetib boradi va ko'pchilik bu videodan bahramand bo'lib, bizni ishimizga qilgan mehnatimizni zoya ketmaganini sababchi bo'lib qolasizlar. Agar mana shunaqangi Xitoydan mashina qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin va yoki mashina sotish DTD Motors Telegram, Instagram kanallarimizga o'tib, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Aytgancha, Telegram va Instagram kanallarimizda Xargosdagi Xitoydagi tayyor mashinalar narxlarini yoki zakaz qilinadigan mashinalar narxlarini qo'yib boramiz. Albatta, Instagram va Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar, sog' bo'linglar.